Do'stlar, assalomu alaykum, tug'onlar, hallar. Короче, bugun o'tiga прощальный desa-da bo'laydi. Shunday plov unda, короче. Uyda yosalg'a bo'ldim. Uyda degan shunda hostelda. Shunday hal. Ну, ish bo'lmag'ach pek og'ir. Ну, manada tirishdim endi ishlarga. Chunki nima yo'q, ilhom yo'q, ilhom. Ilhom bo'lganda osh qilaman. Ilhomimda yo'g'inda qilib bo'lmaydi. Или o'rin yo'qida qilib bo'lmaydi. Yo'lda bo'lsam foydadir. Shulay. Bugun endi shunaqa osh, go'sht yo'q. Chunki qozon emas bu, kichkina. Keyin uning ustiga go'sht ham olganim yo'q. Bu yerda qishlarda halol magazin ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Endi magazinda balkim bordir. Endi halol anaqa arablarning magazini qidirganim ham yo'q. Unga o'xshada yo'q, to'g'risini aytsam. Shu bo'lganini topdim. Buni ham allaqachon olib qo'ydim, mana no'xatni ham. Yuribdi, men bilan hamma yerda yuribdi. Hozir uni ham solamiz. Siqsa bo'ldi. 2 litr ekan, buni men o'lchadim. 2 litr ekan nima? Сотейник, короче. Shunaqa. Shu, так что этот olg'a Boshqirdiston, olg'a Tatariston главный. Как говорится, biz baribir buldiramiz. Biz baribir uruslarni sigamiz naxoy. Nima bo'lsa-da bo'ladi. Uruslarni baribir jonini olamiz naxoy. Narsa bo'lsa-da bo'ladi. Butun naxoy kristanoyslar biladi bizga qarshi bo'lsa, ko'klarni sigamiz naxoy. Mana shug'ina. U bu tega ishga yurishmaydi, tugasida ondan emas. Men просто vaqtim yo'q qilgani. Tega vaqt yo'q. Efirlar redka ishlayman ko'rasiz endi. Nimaga vaqt yo'q? Chunki men o'zim bilan o'zim ish izlayman, boshqa bo'labatlar, o'rin yo'q, yasharga yo'q. Mana shulay shunaqa bek ko'p narsalar mening boshimdan o'tyapti hozir. Уже mana yorti yil bo'lgan, грубо говоря. Men yorti yil sarsondaman. Yorti yil men it yo'lindaman, короче говоря. Bir yerdagina o'tirib turmayman men. Shunday hal. Qani bir aralashtiraylikchi. Короче говоря, do'stlar, narsa bo'lsa-da, biz o'zimni millatlarimni eslatib o'tayman, чтобы понимали. O'zbek, boshqirt, totar bir qachon bo'ysunmaymiz. Meni bo'ysundiraga o'ylaylar bunda. Bo'ysunuv bo'lmayashaq. Meni armiyada mo'yimni sikdilar 2 yil. 2 yil bilan men armiyada mo'yimni o'ynatdilar, bo'ysundiraman deb. Bo'ysunuv degan narsa yo'q. Bo'ysunmayman, bo'ysunmaganman, bo'ysunmayman ham. Alloh bersa. Allohgina bizning jonda, Allohgina bizning yurakda bo'lsin har vaqt. Hech qachon bo'ysunmayman. Bu so'zlarni keyin bir nima qilganda, stream qilganda shunda gapiraman. Nimaga bo'ysunmayman degan so'zga ko'p narsalar chiqdi. Dalil desa-da bo'lar. Dalillar chiqdi. Bo'ysunmayman degan so'zga chiqdi konkretniy sabablar. Shu sabablarni men sizlarga aytib o'tish kerakman. Чтобы распознать нинди xalq, nindi kishi и кто нас окружает. Mana shu ayollarni butunisini biz bilirga tegishmiz. Qanaqa iploqchilikni men boshimdan o'tishni nima qilyapman, o'tayapman. Исходя от этого, мы будем действовать таким образом, что Moskvani sikmay to'xtarga to'g'ri bo'ladi. Butun kristanoysni ko'tana sigirgan naxoy. Вот kim kelgan naxoy, как у них выражение есть, кто к нам с мечом, и от этого меча пизды получит. Таким же образом, блядь, Moskvani Boshqirdiston bilan Tataristondan полностью shig'araga narsa bo'lsa-da. Menga hozir og'ir, qiyin, qancha odamlardan yordam so'rayapman, ko'ryapsizlar, hamma yerga tarqatyapman. Odamlardan yordam yo'q. Faqat Allohdan yordam kelsin. Odamlardan yordam yo'q. Hammasi pitini yegan, burgasini ko'tiga sikkanlardan. Burgani ham pitni qulog'ini topib, ko'tiga sikib, qulog'iga ham sikishgan. O'shaqa odamlar uchrayapti hozir menga. To'lqa o'shanaqalar ketmir, haligi nima, jmut amini yegan odamlar uchrayapti menga. Faqat shunaqa odamlar uchrayapti. Shunga biz ularni hammasini keyin bir spiskaga yozib qo'yamizda, ularni ham sekin uxlatamiz, xudo xolasa. Hozir главное tirik qollarga главное okopda bo'lmasga, o'shanga men chidab yuribman bu yerda. Hamma odam hozir aytayapti, shunaqa boshingizga qiyinchilik tushdi deyapti. Nimaga qaytib ketmaysiz deydi Rossiyaga. Rossiyaga qaytib ketib nima qilaman men? Urushga olib ketaman?
uyga qaytib nima qilaman? Men urushga boraman. Lutchi men mayerda men gadoq bo'laman. Dandiman men paka. Allohim balkim yo'limni ochar. Chem u yerda borib keyin qul bo'lguncha. Понимаете? Поэтому bizga narsa bo'lsa-da tirishirga kerak, birlashirga. Men qancha gapiryapman, odamlar tushunmayapti uni. O'shaqa. Hozir mana shunaqa yerda gapiryapman. Haligi nima desam bo'ladi? Podvaldaman hozir. Podvalda shu kuxnyada ovqat qilyapman. O'shaqa. Keyinchalik nima bo'lib to'xtayman bilmayman. Haftani oxirisiga uydan chiqib ketish kerakman. O'shaqa. Keyin yana bitta narsa. Kecha bitta qozoq odam zvonit qiluvdi menga. Nitsa shahridan. Что-то он мне прям напрямую набрал. Aytadi narsa. Типа, nima там, я тебя увидел в рекламе, туда-сюда, nima yordam kerak, nima qilyapsan, tуда-сюда. И keyin, когда menga yordam kerakligini uznal, досконально, сразу начал ставить трубку. Ой, bo'pti, rahmat, салам алейкум. И, короче, все, потерялся, короче. В Ницце 9 лет живет и потерялся odam. Вот Баки, ismi Баки ekan. Men Баки bo'laman deb gapiryapti. На русском все говорит, на русском. Bo'pti-da dedim. Keyin men aytdim, Boshqirdiston bilan Tatariston uchun kurashyapman men dedim. Uni gapirdim. Он в недомогании. Он вообще не вкуривает, о чем речь. Вообще, men aytdim, konchilni ekan dedim. Bu ham manqurt ekan dedim. Yevropaga kelgan, manqurtga aylangan. Qozoqman deb yana menga zvon qilyapti. O'zbek bratga yordam beraman dedi. Nixuya. Qani mana yordam beryapti. Qani yordam beryapti. Amigaski hammasini naxoy. Men bu yerda normal odam ko'rganim yo'q. Hammasi ko'tiga sikilgan odamlar, hammasi bu yerda. Men bilasizlar, betiga aytaman naxoy. Qo'lingdan kelsa yordam ber. Kela olmasa idin naxoy. Qo'lingdan kelsa qil naxoy. Qila olmasang ko'tingni ham qiynama, o'zingni ham qiynama, idin naxoy вообще. Sizlarga yaqindagina aytdim biladi. Igor degan bitta nima Ukrain bilan kidat qildi meni. U pidorasam нахуй, а меня еб to'xtaydi когда-нибудь нахуй. Ну, может не от меня, а от кого-нибудь другого. Men endi anaqa bo'pti deb yuribman biladi hamma narsaga. Atak zayba qilishdi to'g'risi. To'g'risi zayba qilishdi. Shunaqa ishlar. Ko'p so'zlar, ko'p gapirgani qanday aytyapman, ilhom yo'q. Gapirgani ilhom yo'q. Shu bugun endi osh qilyapman. Sladkий plov, короче. Xudo xolasa. Shunga ham shukr. Boshqa yerlarda, urush yerlarda buni ham yemayapti. Palestinadagilar ham yemayapti, boshqalar ham yemayapti. Shunga ham shukr qilamiz. Hali даже O'zbekistonda ham buni yemayapti ko'psi. Kambag'alchilik. Shunaqa. Так что shunday hal do'stlar. Главное yo'g'olirga tugil. Men shuncha 2 yildan beri gapirib ketyapman. Odamlarni pытаюсь разоблачать, pытаюсь доносить людям, все такое, да. O'zgarish yo'q. Odamlar o'zgarmaydi ekan. O'zgarish yo'q, вообще o'zgarish yo'q. Men bitta aytayapman, bir o'zimizni tanish bilishlardan bir yordam ko'rganim yo'q. Yaxshi, mayerda onda-sonda tatar odamlar chiqib qolyapti, yordam beryapti. Tam yana kimdir chiqib qolyapti, yordam beryapti. Bir ikkita chechen yordam berdi, shunaqa. Atak hamma yo'q. Dappachilik. Tashqi to'g'onlar, biz yovuz dunyoda yashayapmiz. Juda ham yovuz, juda ham qiyin davlatda yashayapmiz. Davlat ham emas, hamma davlatlar qiyin. Shunaqa qiyin vaqtda yashayapmiz. Bir-birimizga yordam yo'q, odamchilik yo'q, odamgarchilik yo'q. Shunaqa juda qiyin nimadamiz hozir biz. Juda ham qiyinda. Shunaqa. Shunga Xudoyim mendan yordam kerak bo'lsa, men sizlarga yordam beraman iloji boricha. Nima qo'limdan kelsa. Так что mendan haligi qizg'anib qolmayman. Yordam beraman. Любойlarga yordam beraman qo'limdan kelsa. Давайте, olqa.